Vizib qilishda manfaatli tomoni bitta bo'ladi, o'zini kimligini ko'rsatib qo'yadi. O'sha ahmoqligini hamma bilish kerak, unga hamma layk bosish kerak. Yana bitta ahmoq ko'payibdi deb o'zimizdan ham chiqib qolibdi. Vizib deyapti-ku, Instagramda chiqdi. O'zi Toshkentda biz satalmay yotuvdik, to'xtatamiz deb shu vizibchilarni iltimos shu qarshiliklar, hamshaharlar mana ko'ryapsizlar. Banshir kanaldan kim ko'rsa bir gapni bir e'lon sifatida aytib o'tganda vizib tashlamanglar bir-birlaringga. Vizib tashlash u jang bo'ladi, urush qilinadi. Oktagonda bo'ladi. Moshinchilar vizib demanglar, moshin sotayotganga. Endi qarshiliklar ham yo'qotdi bu kasalda bir ikkitasi. Qarshidan manaman degan moshin purishga vizib deydi. Shu mashaqlar ko'rib qolsam shu biron narsa bilan urildirib qo'yaman shunday bachalarni. To'g'risida, u vizib qilma, ko'tingni qisib ishlayver. Vizib qila olmaysan, hech kimga vizib qila olmaydi. To'g'rigina ishla, moshin sotyapsan, moshin sotishga vizib bo'lmaydi. Moshin sotishga insof bo'ladi, diyonat bo'ladi, aldamaslik bo'ladi, chestnilik bo'ladi. Jimgina ko'tingni qisib ishlayver, nima qilasan? O'zim men ko'rib turibsiz, qancha o'sha Toshkentda vizib deganda qancha asabim buziladi-da. Meni o'zim yonimdan o'tirib olib vizib deyaversa, u bo'lmagan narsa-da. Ishlar arzonroq qilib edi, sotmayli, o'sha sandan olgan baraka top, erta senga yana bor, yana mashina olsin. to'ppa-to'g'ri. Sen mendan arzon sot, men xursand bo'laman. Yo'lini qil, sot arzon. Aldamasdan sot. Hamda nima deydi, barterga kelib qolsa, barterda aldama. Birovning haq birovga o'tib ketib qolmasin. Barter yomon narsa. Vizib qilishda hech qanaqa bir manfaatli tarafi yo'q-da. Vizib qilishda manfaatli tomoni bitta bo'ladi, o'zini kimligini ko'rsatib qo'yadi. O'sha ahmoqligini hamma bilish kerak, unga hamma layk bosish kerak. Yana bitta ahmoq ko'payibdi deb. Bittasini bir bola qilib jim qiluvdik. Bittasini bir bola qilib jim qiluvdik, hali u ham yana viziblab qolam, yuvlab bilmadim lekin. Vaqt soat o'tib. Ha.